Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridamiz, xudo xolasa ko'rib turgan edik. 10x trekerlardan videorolik qilishga harakat qilamiz. Bu yerga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringlarni kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik, mana ko'rib turgan edik, o'sha bozorlar ham ancha yengillab qoldi. Trekerdan boshlaymiz. 25 mi bu? 25 Redline fullidan. Balon diskalari o'ziniki, parovlar ko'p qo'yilgan. Salom holatlarini aytadigan bo'lsak, elektropaket sidinalarda bo'ladi. Probegi 7468. 7000 yurgan xolos bor yo'q. Kraskasi tozami? Kraskasi toza, 25 7000 yurgani. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Gazlargacha ko'p qo'yilgan ekan, gazlarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Propan zapaskani o'rniga zapaska bilan ham qo'yishlar bo'laveradi. Bagajniki anchagina keng. Xo'p, akalar, salondan anchagina ziyoniga arzon narxi qo'yiladi. Salonda 21 tepasida-ya, bu aka. 21 tepasida salonda. Ha, 21,5 ga to'g'ri kelsa kerak, mana shu 21,5 atrofida. Xo'p, narxi qancha bu? $19,300 kami bor. 19,300 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Barter bor, naq qo'yasa. Barterga naqqa kelisha olamiz. Xo'p, telefon raqamlar. 97lik 235 3710. 3710 ga telefon qila olamiz. Barterga qanaqa mashinalar bo'lsa endi? Nexus 3 dan tepasi bo'ladi. Yili yangilolari bo'lsa ketaveradi. Yaxshi telefon qila olasizlar akalar. 10x mexanikasiga qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa 2024 balonlari даже qalbi hamma yo'q o'zining holatida turibdi, zavodskiy holatda akalar. Salonlarni aytadigan bo'lsak, probegi 18295, 18000 yo'q bu yoqda yurgan. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. 3-pozitsiya bo'ladi mashina. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Holatlari yaxshi. Orqa holatlarini ham ko'rib beraylik. Mana propan gazlar qo'yib qo'yilgan, tayyor. Kraskasi tozami buni? Kraskasi top-toza, rektovkasi ham yo'q. Top-toza. 24-18 yurgan dedingiz-a? 18 yurgan. Yaxshi, narxini arzon aytaylik, buni kelishtirib bir. 11000 kami bor. Barter yo'limiz bor. Nasiya yo'limiz ham bor. 11000 kami bor. Nasiya qancha bo'lsa, yarim puli bo'lsa bo'ladimi? 5-6 oyga beraman, bir 5000. 6 oygacha 5-6 ming puli borlarga ketaveradi. Xo'p, raqamlaringiz. 93lik 93lik 442 442 53 57 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. holatda nasiya chiqaramiz, barter yo'limiz bor. Xo'p, bo'ladi. Bu necha pul bermaysiz endi bozorda, sir bo'lmasa? 10 tepasi. 10 tepasi savdo bo'lyapti. Xo'p, bo'ladi. 2023-yil ishlab chiqarilgan 10x ko'ringlar akalar, resabrisovka diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Nimada? O'tib ketib olsak, Bu yerdan hozir mashina oldim, hozir balon holatlari yaxshi. Diskalar qo'yib qo'yilgan. Bekimi bu? Bekimi, hoji aka? nima deysiz? Pultini o'zida bo'lsa ochib berasizmi? Pult ketdimi? Bo'ldi, ma'lumotini berib beramiz unda. Xo'p, mexanika 3-pozitsiya. Xo'p, endi mashina atrofidan bitta ko'rsatib beramiz. Chiroyli holatda turibdi. Kaliti ketib qoldi deyilyapti. Ma'lumotlar yozilgan, yumshoq balon. 2023 50 yurgan. Xo'p, kraskasi toza ekan-a buni. Uylarigacha borib. Narxini akalar 10000 Ovosan vaqtda xos sotaman. 10100 ekan akalar. Nima nomerlarni aytib berasan, savdo bo'lib ketdim. 99 766 8700 ga telefon qila olasizlar. Mashina holatini ko'rib turibsizlar, 10100 deyilyapti. Kami ham bordir, endi bozor bu. Led var, ishlari ham laminatsiyadan hattoki skorga doq qo'yibdi-yu. 25 hech qancha yurmagan yer. Resabrisovka, balonlar yumshoq balonlarga almashtirib qo'yilgan. Qorasidan. Xo'p, salonlarni aytadigan bo'lsak, probegi 5800 ekan-a bu. 5800 akalar. 3-pozitsiya mexanika bo'ladi. Mexanika so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ko'ringlar, даже old sidinlari isiydi mashinada. Endi qishdan yoz ham 3 oy, 3 oydan keyin o'sha salqin tushdi boshlaydi. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqa chifollari ham bor ekan mana bonusiga. Benzin. Kraska tegmagan-a? Kraska tegmagan 5800 yurgan 25. Bozorda 25 ham bormi deb so'rayotganlar. Mana ko'ringlar. Endi buni eng qizig'i pulida. Buni 11800 dan o'tib beramiz. Salonda 14,5 ming. Salonda 14,5 mingga chiqadi.
Bizda 11800 kami bor. Yana navorati bilan. Aha. Nasiya savdolarga nima deymiz? Osmon yetmasa beradi. Ozroq yetmay qolsa nasiyalarigacha kelishsak bo'laveradi. Yaxshi. Telefon raqamlaringiz? Kimlar bo'lsa olamiz. Nasiya yarim puli bo'lsa bo'laveradimi? Yo'q, 8900. Ha, yengil nasiya ekanda. Yengil nasiya bo'lsa kelishilaveradi. Nomeringizni aytib qo'ysangiz? 90 387 387 30 3000 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Bozor necha pul beryapti bunga? bozor berishyapti. Telefon qilsa kelishilaveradi. Xo'p, bo'ladi. Hop, 2020. Ko'ringlarchi, hop, 2020 akalar. 85 ming yurgan, kraskasi ham toza, 3-paysi Gentra. Gentra so'ragan yaqinlarimiz bo'lsa, balonlar bosib qo'yilgan. Diskalari zavodskoy. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, bitta ko'rib berasizlar. 85 ming yurgan, toza deyilyapti akalar. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Propan gazlar zapaskani o'rnida joylashgan, zapaskasini ham bitta ko'rib ko'rasizlar. Holatlari zo'r, xullas chiqimi rasxodlari umuman yo'q deyilyapti. Narxi 10500, generalni ham qilib beraman deyilyapti. Endi buni 10500 nasiya qilib berilmaydimi bu? Ozroq bo'lsa kelishiradi. 10.5 dan o'tib ham beriladi-a, xudo xolasa, bozor-u. Generalniy ichida 10.5 ga berilar ekan. Nomeringiz acha? 99 326 74 99 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mashinani bu yoqdan bu yoqqa jildirishyapti. Medikallari ham adashmasam bor ekan, turibdi-ku mana medikal akalar. Telefon qilaverasizlar, mana holatlarni ko'rdinglar.